Tartibga soluvchi kim? Maxsus kiyimi, jezli, guvohnomasi bo'lgan shaxs tartibga soluvchi hisoblanadi. Aziz do'stlar, tartibga soluvchining harakatlariga hamda avtomobilning yo'nalishlariga diqqat bilan e'tibor bering. Hurmatli kuzatuvchilar, shu kabi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Uzdurak jamoasi bo'ldi. Keyingi roliklarda qaysi mavzuda video tayyorlashimizni kommentariyada yozib qoldiring.